videomni aniq o'tkazib yubormang, chunki men bu yerda unsiz, shakarsiz shirinlik pishirganman va yangi uyimni uborkasini yana davom ettiraman. Birinchi bo'lib bolalarga kompot solib qo'ydim va kechagi videomda chiqargan zavtragimdan yana pishirib, mazza qilib zavtraq qilib oldim. Juda tuyumli ekan. Ikkita bananni tozalab, maydalab, choper qilib oldim, yaxshilab. Ikkita tuxumni chaqib, овсяный хлопья 100 gram, 150 gram qo'shdim. Ozgina razrixetel va gilos qo'shdim. Tabga ko'ra gilos qo'shmasa ham bo'ladi, lekin men shunaqa kislicha ta'mni yaxshi ko'raman. Haqiqiy dietetический kekslar bo'ldi. Qizlar tayini yo'g'lamabman, shunaqa tay yopishib qopti, lekin ta'mi yaxshi chiqdi. Shu bilan obedga ovqat solib qo'ydim hammamizga va yangi uyimni uborka qilishga yana ketdim. O'tgan safar yarmisini uborka qilgandim. Ikkita yana xonasi va podokoniklari, derzalari qolib ketgan edi. Hamma ortib qolgan narsalarni podvalga tushiringlar dedilar. Podvalimizni ham uborkasini chiqarishim kerak, lekin u yer juda ham chang. Mana bunaqa detskimizga kosmoslarni katta o'g'limni o'zi tanlagan. Yarashibdimi, chiroyli bo'libdimi yozib ketinglar. Stol-stullarni nimaga olib tashamadim, chunki hali eshiklarni qilganimiz yo'q. Ichkari eshiklarni ustalar qilganda o'tiradi deb olib tashamadim. Ortiqcha bo'lib qolgan hamma aboylarni paketlarga solib, bularni ham podvalga tushirdim. Bir qaraganingizda umuman ish yo'qday ko'ringani bilan, hamma yog'i tozaday turgani bilan, lekin juda ham qilaman desangiz ish ko'payib ketaveradi. Hammasini podvalga tushirib olganimdan keyin men eng yaxshi ko'rgan ishim mazza qilib toza pollarni yana bir marta artib oldim. Menga anti-stress bo'ladi shunaqa narsa qizlar, ayniqsa oppoq pollarni artishni yaxshi ko'raman. O'zim bilan qizlarni ozgina chaqirdim, yordamlashib oldi, charchab qoldim. Shu bilan uylarni yig'ishtirib hammamiz obed qilgandan obedga oshxonaga ketdik.